Havodan uzatma va Dragan Cheran. Xo'sh, sal qoldi. Nimadir bo'lmadimi? VARga qo'lloq solishi ham mumkin. Oyoqcha xavfli epizodda ishtirok etdi. Nima dedim do'stlar? Kontakt bor. Qiryaptimi? Demak boryapti. Ha, bu yerda baribir kontakt bor. Bunaqasi aylantiramizmi? Bor. Ajab ketdi men. Teatrosa tahlil qilindi va penalti belgilandi. Lekin hammasini uzoq tahlildan so'ng amalga oshirdi. Hakamning qarorini birinchi daqiqa o'tib boryapti. Valijon Rahimov darvozada, Husayn Norchayev to'pning oldida, Ro'ziqul Berdiyev nigohi. Taxminan nima o'qiyotganligini tushundingiz. Chap oyoqda zarba yo'llaydi. Hisob ochilsa, o'yin yonib ketadi bu yoq. Hop, ruxsat. Tepildi, gol! Nasaf hisobni ochyapti. Mas'uliyatli damda Husayn Norchayev foydalana oldi. Uzoq ko'rilgan VAR orqali hal bo'lgan masala. Sherzod Nasrullayevning sa'y harakati, o'sha yerga borganligi va ayni o'sha harakati bilan penalti ishlaganligi. Oldindan otilib qo'ydi va buni ilg'agan Husayn to'pni markazga yo'lladi. Endi Andijon hujumga o'tadi. Butunlay boshqa rejimni yoqadi. 90 daqiqa bo'ladi, bilasiz.